Do you feel the vibes? Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Epic Gamer do'stlar. Bugun sizlar bilan Minecraft serverining survival rejimida o'ynaymiz. Nega aynan anarxiya emas deb aytsangiz, anarxiyada ban olganman. Banning sababi esa shunchaki cheaterlikdan olish. Bitta bolaga ya'ni asl YouTube degan bitta bolaga analiz bergandim. U meni 11 million pulimni ham uxlatib ketdi va Galaxy akkauntimdan kirmadi. Akkauntim qo'ldan qo'lga o'tmadi. Bir marta Zenta adashib meni ban qildi, akkaunt qo'ldan qo'lga o'tishdi. Shunchaki u Anidesk paytida globalni chatga men cheaterman, cheater qildim deb yozdi va uni screenshot qilib adminlarga tashladi. Va lekin adminlar uni ko'rib menga ban berishdi, unga ban berishmayapti. Endi ko'ramiz, adminlar shu videoni ko'rgandan keyin uni ban qilsa, yana anarxiyaga qaytamiz do'stlar. Biz bugun survival o'ynashimizning maqsadi survivalda oson pul topish va tez boyib ketish. Ya'ni survival 0 dan kuchayish do'stlar. Survivalda hozir kirsam ko'p narsam bor. Mana ko'p narsam bor. 400 ga pul ham bor. Bu shuncha vaqtdan beri video oldim, lekin hammasi video har bittasi noto'g'ri bo'lib qolgan. Shuning uchun asablarim ham chiqib ketdi. O'zi hozir sizlarga ko'rsataman hammasini. Mana endi qaranglar. Endi bular qolib ketibdi. Mana endi qaranglar, pulimni hammasini ikkinchi akkauntimga yozdim. Birinchi qo'ysak yana qolib ketibdi. Yana birka va bo'ldi do'stlar. Mana har doim kirganingizda sizga 5k berilgan bo'ladi White boshida va 5k dan keyin siz mana bu yerdan har kuni 500 olasizlar va o'sha 500 ga siz zo'rlar tushdi. Kerak bo'ladi. Kamon, lekin endi kerak emas. 500 ga shunday kirasizlar, shunday buni olib u yerda ochasizlar. Totem tushsa, agar totem nimaligini bilmasangiz hozir ko'rsataman. Mana agar mana bu totem tushsa, odamlar bu totemni 50k yoki 20k dan olishadi. Bu o'zingizga foyda degani. Agar boshqa narsalar tushsa, odamlardan so'rab ko'rasizlar, qanchaga olasizlar deb. Videoga qaytamiz. Videoga ko'rib turibsizlar, hozir bu yerda eng top boylar 15 million. Asror mana bu bola edi. Asl deb Asror pastdan bitta chiziqchasi bor edi va 7 bor edi YouTube'da. Va Dragon Us Dengo mening do'stim, lekin hozir negadir sal kirmayapti. Speed Silva buni ham taniyman. Level 5 Silvani ham taniyman. Hozir men bir daqiqa bu akkauntimdan chiqib turaman. Endi bu yerdan kirasizlar, siz warp deb yozasizlar. Warpdan mana eng uzun warp, birinchi warp. Buni kommentariyada emas, описаниеda yozib qoldiraman. Описание nimaligini bilmaganlar uchun esa mana описание mana bitta videoga kiringiz. Mana bu описание. Mana shu yer описание bo'ladi. Shu yerda yozib qoldiraman. Minecraft IP va
yozib qoldiraman. Bu yerda warp shunday deb videoga kirasizlar. Bu yerda mana bu yerda obuna yoki подписать yoki subscribe deb chiqadi. 3 xil tillarda. O'shani bitta bosib, mana bu tugmani bosib qo'ysangiz bo'ldi. Shu videomda, hozirgi olayotgan videomda keyingi videolar ham chiqish oson bo'ladi va bu yerga warp qilasizlar. Hozir bir daqiqa bo'ldi. Warp qilasizlar va shu yerga paydo bo'lasizlar. Sal kech ekan hozir, mayli. Bu yerda shu zichillardan siz boyib ketishingiz mumkin. Shunchaki siz shop deb yozasiz va shopdan mob traps va bu yerdan string, ya'ni ip. Bu yerdan mana shu ko'proq sotib olish, ya'ni suni bosasiz. Bu yerda 9 tak bor. 9 takdan 2 ta olsangiz yetadi. Mana pulim qolmadi, lekin 9 takdan 2 tak bor. Endi sizlar nima desam, hozir day bo'lmayapti-da, ya'ni ertalab bo'lmayapti. Ertalab bo'lganda hozirning o'zida mana bu yerdan mana shu 14 talik, ya'ni shlyapasi shunaqali odamga sotishingiz kerak. Bu 14 ta beradi. Fermerlar esa 20 taga alishadi. Mana bu fermer mana 20 taga, bu 3 ta beradi. Bu esa 4 ta. Shuning uchun bu yaxshiroq. Salomlash qo'yinglar, video ketyapti. Hammaning tomog'i bo'g'ilganmi? Kommentarga yozib qoldiringlar. Mana Akist YouTube degan bitta bola salom hammaga deyapti. Madara esa salom Epic Gamer deyapti. Mayli, tepa yoqamiz. Bir rank olmasin ekanda bular. Videodan deb o'ylab aytib yuboribman. Videodan deb yozsam, o ham qo'shilib ketgan. Nimagadir tanmayapman. Mana bu yerdan esa mana yana olamiz. Xuddi shunaqa boshi bo'lishi kerak. Bular 14 taga sotadi. Mana qo'liga izumrud ushlab turadi o'zi. Hammasi shunaqa. Shofi besabab bamberda plus cheat deb. Menga ham shunaqa-ku. Hammaga Shofi bilan Schoolben besabab bam berishyapti. Buning hammasi boshqa odamlarni deb. Qaysi ahmoq Galaxy bor akkauntida men cheaterman deb yozadi ban olish uchun. Mana ko'ryapsizlar, 5 ga o'rniga siz ishlaysiz bu yerdan 23 ga 22 ga, ya'ni 9 tagdan 2 tag olsangiz
9tadan 2ta olsangiz siz 22 ga ishlaysiz. Bu degani siz hozir aytaman. Siz ishladingiz 18 ga ishlaysiz va yana shop va yana endi 3ta olamiz. Zo'r gaplar bilan yozadilar. Aytdim-ku, bilaman-da. Biz oddiy jitillardan emas, fermerlardan olmanglar maslahat va bulardan olayotganda ham ehtiyot bo'linglar. Sababi 25 ta itga bitta izmurod qilib qo'yishi mumkin. Ular har xil sotadi. Qancha ko'p sotib olsangiz, shuncha narxini oshirishadi. Bular axir bozorchi. Mana ko'ryapsizlar, 24 ta. 18 ta. Bizga faqat 14 taliklar kerak. Videodan oldin men 772 ta yig'gandim, lekin shunchaki video ovoz chiqmay qolgan video, lekin zo'r chiqqandi video. Yana qaysi sotadi? 24 ta, 13 ta sotmayapti. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, 5 gadan, ya'ni 0 dan kuchayib ketdik. Men ham yaqinda bu varpni bildim. Shunchaki varp shu yerni bitta tekshirib qo'yayotgandim. Buning uchun O'zbek Hanoga rahmat. Bu video asoschisi aslida O'zbek Hano. O'zbek Hano YouTube akkauntiga o'tib ko'rsangiz ham ko'rasizlar nima haqida. Survival'dan yaxshi biladilar. Chunki ko'p o'ynaydilar Survival. Mana yana 30 ga ishladik va 50 ga. Ya'ni biz 45 ga foyda qildik hozir. 45 ga foyda, 5 gadan 45 ga foyda do'stlar. Shu videoda 100 ga qilaman pulimni va varp qilaman. 33 HP bor menda hozir. HP mana shu jitillardan olasizlar va shopdan HP ga narsalar olasizlar. Mana shu yaxshi narsalar. Balki mana bundan olarman. Yana bilmadim. 13 ta. Bugungi video qisqa bo'ldi. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Lekin shunday ko'p bo'lib ketishingizlar ham mumkin. Agar shu videoda aytganimdek 15 ta like va 70 ta obunachi bo'lsa menda, ben shuncha agar bo'lsa 200 gani 4 ta obunachiga berib boramiz. Ya'ni konkursda nikingizni chatga yozib qoldirasizlar. Chat qayerda deyishingiz mumkin. Chat mana bu yer. Mana shu yerga mana nick emas, shunday nickingizni yozasiz. Misol uchun nickname 712 bo'ldi. Mana buni bosasizlar, bo'ldi. Nick xuddi shu narsa va 50 gadan 4 ta obunachiga beramiz. Va bo'ldi do'stlar. Keyin yana konkurslar qilamiz. Mana endi butun umrga bambetda shuncha uy, shuncha narsa top setim bordi. Protection, unbreaking, tolerance, mending, phaser failing. Anarxiyada berdimi?
Hozir so'raymiz, anarxiyada berganmi? Menga anarxiyaga bergan. Men deyman. Story bor ekan u. Bitta story bor ekan. Ba'zilarda fly qolib ketgan, odamlar esa uni lekin baribir hozir set beramiz. Buni yorib turay buni. Mana buni shunchaki berib boramiz. Mana buni yarmini hozir obuna bo'ladilar. Men buni bilaman. YouTube kanalimni so'ragan hamma obuna bo'ladi. Lekin hali obuna bo'lmaganlar ishoni ham olib berayim. Mayli, ishoni ham olib beramiz. Breaking petition bo'ldi. Bizda ketdi 5 ga yoki kam ketdi-da. Bugungi video qisqa bo'ldi. Sizlar bilan Epic Gamer bo'ldi do'stlar va bu skinni o'zim yasaganman. Skinga necha kommentariyada ham yozib qoldinglar. Va keyingi videolarda qanday qilib modli server ochish, va mod bilan Sofshax do'stlarim, ya'ni Sofshax Dengo ular bilan kontra o'ynaymiz yoki jab olmasa modli Vijvanya yoki mod, ya'ni qurollar modlarini qo'shib kontra o'ynaymiz do'stlar. Bugungi video qisqa bo'lgan ham yana bir marta uzr so'rayman va sizlar bilan xayr do'stlar.